Qo'qonlik ziyolilar Amiri kutubxonasiga jam bo'ldilar. Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostidagi mahallada Dudu gap tadbirida shoirlar, xonandalar, vatan himoyachilari, ommaviy axborot vositalari vakillari, yoshlar va oddiy aholi vakillari ishtirok etdilar. Kechada yurtimizda sohalarda erishilayotgan yutuqlar, aholining turmush farovonligini oshirish yo'lida olib borilayotgan chora-tadbirlar so'zga chiqqanlar tomonidan e'tirof etildi. Ayniqsa yoshlarni, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, aholining ehtiyojmand qatlamiga ko'mak ko'rsatish, vatanimizning mudofaa salohiyatini yuksaltirish, harbiylarimiz va ularning oila a'zolari uchun munosib sharoitlarni yaratish borasida uzoqni ko'zlab amalga oshirilayotgan islohotlarga birma-bir e'tibor qaratildi. Vatanni sevish, uning har qarich yerini ko'z qorachig'idek asrash, tinch va osuda hayotimizga shukrona aytishimiz kerak degan fikrlar bildirildi. Otamiz qanaqangi siyosat olib boradi? Uyimizda, xonadonimizda, ro'zg'orda opayni uzataylik, opayni sepini quvalaylik, sen sabr qilib tur. Akayni uyini qurib olaylik, akayni uyini qurib olib, akayni uylab olaylik, sabr qilib turgin deganda kim sabr qiladi? Hamma sabr qilgan. Ko'ngilmi? Demoqchimanki, ozgina shukronalik kerak edi. O'sha eski sabrni, shu otamizga qilgan sabrimizni, onamizga qilgan sabrimizni qo'llasak, bu hayot faqat go'zal bo'ladi, faqat yaxshi bo'ladi. Men uchun vatanni yaxshi ko'rish xuddi shunday. Bu tadbirdan ma'naviy kuch olib, vatanimizga xizmat qilish uchun oldimizga yuksak maqsadlar qo'ydik. Mahallada Dudu gap ma'naviy, ma'rifiy, madaniy, musiqiy tadbirlari Farg'ona viloyati bo'ylab davom etmoqda. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.